Jigarlar bugun Barselona Sevilla bilan vashshe dabdala uchrashuv o'tkazdi boru. 4-1 ham o'tkazami? Na gol urisha olmayapti, na himoyani ushlasha olmayapti. Lewandowski penaltini ura olmadi, olgan balini qarang. Himoyani qarang. Raqib komanda xolaganini qilib yuribdi biz tomon. Na komandani ayblaymiz, na Flickni. Tushunmayapti. Bunaqa o'yin bilan Chempionlar Ligasi tugul La Ligani ham yutishimiz qiyin. Menimcha bu Araujo bilan kunda bugun otani bilan urush qolganmi bilmayman. Rafinha bilan Yamalda yo'liga bilanyapti. Ancha asosiy o'yinchilarimiz yo'liga juda ham bilanyapti. Hozir qaysi bir komandani oqlashga ham to'g'risi hojati yo'q. Hamma ko'rib turibdi, dabdala o'yin. Bugun bunaqa o'yin kutmadim men Barselona. Lekin bitta gap, Barselona yutami, yutkazami, menga umuman qizig'i yo'q. Men Barselonaga sodiq qolaman, Barselona xudo xolasa bu xatolarni to'g'rilaydi degan umiddaman.